Kuz keldi, uylarimni bitirishim kerak, pishganishdan qurilish qilaman degan aka hollarimiz uchun g'ij zavodning ichidan syomka qilyapmiz. Xudo xolasa jarayonlarimiz ketyapti. Xomashlarimizni ishlab chiqarish shu pishganishlarimiz tayyor bo'lish holatigacha ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda mana qishga zakatofkalarimiz, tagir suyimizga zavraka qilish jarayonlari. Bu tarafda mana xomashlarimiz ishlab chiqarilyapti. Bu tarafda mana pishgan ishlarimizni tayyor bo'lib yuklanib turgan jarayonlar ketyapti. Xudo xolasa sifatlari a'lo darajada. Bu tarafda esa mana xumdonimiz ichidan ko'rsatib o'tamiz. Ishlarni olovidan. Sifatlar a'lo darajada. Ishlarimiz davom etyapti. Xomashlarimizni xumga terilish holatlari. İşlerimiz razmeriga kelsak 25, 12, 6 razmerda. Narxlari esa zavodning o'zida 750 so'm. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Dastavkalarni kelishtirib yetkazib beramiz. Ishlarni mana irg'itaman ko'rsatib beramiz. Ovozini, mana buni ovozini. Nomerlar pastda qoldiramiz, aloqaga chiqaveramiz.